Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Mingli Fural. Mingli Fural kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Hozir yangi xabar tarqaldi. Kechadan boshlab tarqaldi desam bo'ladi. Taksichilarda 1 yillik daromad solig'i 100 millionni oshsa, 100 million oshgandan keyin daromad solig'i nima deydi? To'lash. Davlatga daromad solig'i to'laydi 100 million daromad qilsa. Kulgingiz keladi. Odamlar 2 kunlab zapravkada metanda ochiratda turibdi. Bu boyaga turgan kunlariga birov bir so'm bermasa, chopon kiyib bir xil usta bunday kiyimda. Endi xalqni endi bundayga ezish yo'liga o'tdimi? Hayron qolaman. Taksichilar millioner bo'lib yashayapti deymi? Qaysi bir ko'rgansiz taksichida millioner bo'lib ketganini? Oldin to'g'ri, mashin kamida nima deydi? Bemalol taksi qila olgicha edi. Hozir даже odamlar tavba qildim. Xudoga minqatlar shukr qilish kerak-ku. Даже Damas'ga minmayapti. Tag'irda ot yoradi, boshqa qiladi. Oldingidek 6 ta, 7 ta Fordga minmayapti. 10 ta, 15 ta bo'lib odam minsa, Damas'ga bir 8 ta, 10 ta yoshirincha milisadan qochib borsa, hech bir 4 so'm 5 so'm topaman desa. Benzinlaringiz necha pul bo'lyapti? Propan gaz qancha bo'lyapti? Bir odam sal bir o'ylab ko'rish kerak-da. Benzin 10 ming, 12 minggacha bo'lib ketadi gohida. Bundayroq ko'chadan qo'ldan olaman desa. Propan necha pul bo'lyapti? Qanday qilib taksichi qoplaydi? Hamma joyda taksichi bosib ketdi. Sal xalqni ham o'ylash kerak-da. U qanday hisoblaydi? Xo'p, mayli olayotgan cheklarni ham chekdan olmay qo'ldan olsa, naqd pulga olsa, benzin zapravkaga, uni ismi familiyasi chiqib kelmaydi-ku. Uni o'sha shug'ullanayotgan tashkilotlar uni qanday hisob kitob qiladi? Paloncha pistonchani maoshini naqd puldan olsa, qanday biladi uni? Qancha benzin olganini, yo qancha gaz olganini, qancha xarajat qilganini. Eng yomoni menga eng alam qiladigan narsa bularning jarimalari qanday? Bu qancha jarima to'layapti? Qanday daromad oladi? U jarimadan o'zi ortmayapti topgan puli. O'ylab ko'rish kerak yuqoridagilar. Hamma narsani endi toza taksichilar bitta ikkitasi 4 etajli, 3 etajli qasr uy quryaptimi yo 2 etajli? Yo shularni ko'rib bir xil qaror chiqaryaptimi? Yo toza xalq ishlashga shunchalik o'tib ketdimi yuqoridagilar? Bir sal o'ylab ko'rish kerak-da. Odamlar mashinaga benzin, gaz topish, minishni o'zi bir qiyin bo'lib qolyapti. O'rtoqlar, bir sal o'ylab ko'rib bir qaror chiqaringizlar. Chini bilan chippachin xalqimizni nima deydi? Ezib tashlamas kerak bunday. O'zi ezib tashladilar-ku. Ezishdan battar ezib tashlayapsizlar. Yetadi shu Xitoyga yer sotdi deb hamma joyga vahma bo'lgani o'zi. Voy-choy, hamma joy Xitoyga yer sotdi, magazin bo'ldi, hamma joy qurildi. Bu aynan haqiqat, uni hech kim yoshira olmaydi. Butun boshli YouTube kanallari hamma joyda ishlayapti, eshitilyapti. Sal Allohdan qo'rqinglar, ro'za Ramazon oyida. Toza endi davlatga kirim qildirish kerak ekan deb hamma qonunlarni ushlab chiqarmanglar. Hech qilmasa Xudodan qo'rqinglar. Bularning ham bola chaqasi bor. Bola chaqasi shu kartochka 8 ming, 10 ming bo'lib ketyapti. Bir narsa qila olmayapsizlar-ku. Mana go'sht 120 ming bo'ldi. Xo'sh, qani? Kim nazorat qilyapti? Hamma narsa ko'tarilyapti. Pensiya ko'tarish, oylik ko'tarish oldindan hamma narsa ko'tarilib bo'lyapti. Muddatdan oldin. Qani nazorat qilayotganlaring? Allohdan sal qo'rqish kerak bor-ku. Hamma boyliklaring o'zlaringga yetisharli. Firma ochib, milliarder bo'lib olgansizlar. Kambag'alni non tortib olib yetgan sizlarga nima manfaat? Xudodan qo'rqinglar. Hammamiz shu bir kun o'lamiz. Narigi dunyoga shu oxiratga boramiz. Shu boyliklaring sizlarni ko'tarib ketmaysizlar. Lekin sal qonun chiqarayotganda o'ylab ko'rish kerak. Taksichi qanday daromad olyapti? Taksichi bir joyda 20 tasi turibdi. Shuni odam kelsa, mengaman deydi. Qanday daromad oladi? Sal o'ylab ko'rish kerak. Mingli Fural kanalini kuzatyapsizlar. Omila bo'lishni unutmangizlar. Hamma o'zini kommentariy fikrini qoldirsin. Shaxsan men bunaqa ahmoqona desam ham bo'ladi. Qonunlarga qarshiman.